Diqqat, diqqat! Navigator, kemamiz meteoritlar yomg'iri hududiga yaqinlashmoqda. Xavfsiz o'tib ketish uchun bizga energiya yo'li kerak. Monitordagi ma'lumotlarni tezda hisoblab ber. Aks holda kemamiz to'qnashib ketishi mumkin. Qara, monitorda 3 xil rangdagi meteoritlar guruhini ko'ryapman. Qizil meteoritlar. Ularning soni 45 ta. Ular juda issiq. Ko'k meteoritlar. Ularning soni qizil meteoritlardan 3 marta kam. Yashil meteoritlar. Bular eng ayyori. Ularning soni qizil va ko'k meteoritlar ayirmasidan 2 marta ko'p. Tezda hisobla. Bizning yo'limizda jami nechta meteorit bor? Lekin bu hali hammasi emas. Kemamiz har 10 ta meteoritni chetlab o'tishi uchun 1 litr maxsus yoqilg'i sarflaydi. Barcha meteoritlar orasidan omon eson o'tib olishimiz uchun bizga necha litr yoqilg'i kerak bo'ladi? Vaqt ketdi. Hisob-kitobni aniq bajar. Navigator, kemamiz taqdiri sening qo'lingda.